Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Qahvali suhbatlarining navbatdagi epizod efirida ushbu efir geosiyosat rukniga boshlanadi. Bizning studiyamizda doimiy ekspertimiz Shuhrat aka Rasulov. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Va alaykum assalom, xush bo'ling. Shuhrat aka, men siz bilan turli xil ilmiy mavzularda suhbat qilishni reja qilgan edim, lekin ming afsuski dunyoda urushlar tinchimayapti. Yangi urushlar ochilyapti. Shunday urushlardan biri Isroilning Eronga hujumi bilan boshlangan va Vladimir Putinning tili bilan aytganda xalqaro huquqning buzilishi hisoblangan urush mana 4 kundan beri davom etyapti. 2 kun oldin ham urushni sharhlab berib ketgan edingiz. 2 kundan keyin ham yangiliklar paydo bo'ldi va muxlislarimizda turli xil tushunmovchiliklar ham yo'q emas. Keling dastlab bugungi urushdagi vaziyatni va tomonlar bir-biriga ishlatayotgan qurollarni va shu bilan birga Isroilning raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimlari va havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlarini ham tushuntirib bersangiz. Rahmat. Endi bu savollarga o'zi har safar qisman javob beryapmiz. Oxirgi kunda nimalar yuz berdi urush teatrida? Isroil ham, demak, bugungi kunda Eron ham bir-biriga munosib, adekvat javoblar beryapti. Endi bu yerda biz obyektiv, to'liq shu haq nuqtai nazaridan baholashimiz kerak. Biror bir tomonga bir prioritetlar bermasdan. Isroil mana shu hujumni boshlashda katta ham taktik ham strategik xatolarga yo'l qo'yib qo'yganligi ma'lum bo'lyapti. Demak, asosiy maqsad mana shu Eronning yadro dasturini yo'q qilish, unga kritik shikast yetkazish edi. Bugungi kunda mana shu uddalandimi? Yo'q, uddalangani yo'q. Demak, Eronning eng asosiy mana shu sentrifugalari va yadro reaktorlari mana shu Natanzda va o'sha Fordada. Bu Forda haqida ham men o'tgan safar emas, undan oldingi intervyumda men aynan shu qahvali suhbatlarda aytib ketgandim. Fordada eng ilg'or sentrifugalar, ya'ni shu uranni qurol izotopi 235 darajasigacha boyitadigan sentrifugalar joylashgan, lekin u juda yaxshi mustahkamlangan. Va ular tog'ning tagida, qoyaning tagida uni shu tog'ning o'zi himoya qiladi, keyin yana u betonlashtirilgan. Endi shu g'arbga sizib chiqqan razvedka ma'lumotlariga ko'ra 80 metr chuqurlikda joylashgan ekan. Men mana shu 5 kun oldingi aynan mana shu qahvali suhbatlardagi uchrashuvimizda ham aytgan edim. U yadro reaktori va yerdagi sentrifugalarni yo'q qilish yoki kritik zararsizlantirish uchun Isroilda bugungi kunda harbiy qudrat va harbiy qurollar yo'q. Uni biz o'shanda ham aytgan edim, men uni mana Kunuz platformasida ham aytdim shanba kuni. GBU 57 Amerikaning mana shu beton yorar va 60-70 metrgacha kirib boradigan glubinniy bomba deydi, shu chuqurda portlaydigan bombalari bor va bu bombalarning o'zini olish ham yetarli emas, uni tashuvchisini ham olish kerak. Ya'ni bu B2 strategik bombalovchisi. Strategik aviatsiya, yonida strategik aviatsiya yo'q. Isroilda yo'q. Uzr, Isroilda yo'q. Isroilda mana shu F-35, F-16 va F-15 ko'p funksiyali samolyotlar bor. Ular biz aytgan 14 tonnalik bombalarni ko'tara olmaydi va umuman bu bombalarni demak shu haligi bu bombalarni bombalovchi ham emasda. Shunday ekan, bu razvedka ma'lumotlari Isroilda yo'qmidi? Bor edi bu ma'lumotlar. Ya'ni bular bilar edi. Forda asosiy hujum maqsadi asosiy o'shaligi qurol izotopi o'sha yerda boyitiladi, uran izotopi o'sha yerda boyitiladi. Asosiy zarba o'sha yerga berilishi kerak, lekin o'zlarida uni quroli yo'q, tashuvchi yo'q. Shunga qaramasdan men hujumni boshlab qo'ydi. O'zi urushni boshlashdan maqsad, hujumni boshlashdan maqsad o'sha yadro dasturini yo'q qilish, Eronning yadro dasturini yo'q qilish. Chunki Eronning konstitutsiyasiga ham kiritib qo'yilgan, Isroil gipotetik xavf hisoblanadi. Isroil davlati umuman davlat sifatida bo'lmasligi kerak. Mana shu yangi biz aytayotgan shu 79-yildan keyingi hujjatlarda, Eronning hujjatlarida mana shunaqa qilib belgilab qo'yilgan. 79-yilgacha Reza Pahlaviy davrida Eron va Isroil o'rtasida munosabatlar juda yaxshi bo'lgan. Nafaqat yaxshi bo'lgan, juda ajoyib munosabatlar bo'lgan. Do'stona munosabatlar bo'lgan. Lekin mana shu 79-yildan keyin
hozirgi Eronning shu klerikal davlati yarim diniy, yarim shu dunyo byurokratik davlati shunaqa hujjatlar tuzib, shu hujjatlarga shunaqa kiritib qo'ygan edi. Shuhrat aka, siz 79-yil haqida gap ketyapti. Bu yerda 79-yildan keyin ham ular o'zi opoq-chapoq bo'lgan, ya'ni Iroq urushi davrida qaraydigan bo'lsak, Isroil Eronni yaxshigina qo'llab-quvvatlaganda harbiy, iqtisodiy, ijtimoiy, gumanitar tomondan ham. Endi lekin yo'q, baribir shu aynan mana shu rejim Isroilni mana shunaqangi o'zlarining doktorial hujjatlariga kiritib qo'ydi. Ritorikada saqlanib qolgan. Saqlanib qoldi. Endi shu asos bilan Isroil Eronga mana shunaqangi zarbalar berib, go'yoki mana bizni bular shunaqangi yo'q qilmoqchi ekan deb zarbalar berib, shunday katta urushni ochishi to'g'rimi? Mantiqan to'g'rimi? Shaxsan mening fikrimcha, bu ham bema'nilikchilik va ahmoqgarchilik bu ham. Ya'ni Benyamin Netanyahu boshchilikdagi sionistik bir hukumatning Eronga hujum qilishi bu ratsional qaror emas, irratsional qaror. Albatta, bu mana xuddi Rossiyaga o'xshab ish qildi. 3 kunda Kiyevni olamiz dedi va bular ham 3 kunda Eronni yiqitamiz dedi. Rossiya o'xshatolmadi. Bugungi kunda Isroil ham o'xshatolmayapti. Mana ko'rinib turibdi, o'xshatolmayotganligi. Bular kibrlanib ketdi. Isroil o'yladiki, mana Hamasni biz mahv tashladik. Hamasni biz tormoq tashladik. Hizbollahni nima qildik? Aytdiki, Hizbollah Hamasdan 10 barobar kuchli, ehtiyot bo'lish kerak deyilgandi. Lekin mana biz Hizbollahni ham tormoq tashladik. Xuddi shu usul bilan, xuddi shu metod bilan biz Eronni ham tormoq tashlaymiz. Yaxshi, o'sha Fordadagi yadro reaktoriga qo'limiz yetmasa, qudratimiz yetmasa, biz keyin baribir Amerikani shu o'zimizga sher qilib ola olamiz degan ma'noda shu avanturani boshladi bu avantura. Avanturalarga hozir ko'rindi. Mana hozir oxirgi 3 kundan beri Eronning hali eng zamonaviy emas, eski raketalari Isroilga kritik zarbalar beryapti. Endi qiziq, mana bular o'zlaricha aytdiki, biz plan B-miz ham bor edi. Agar biz mana shu birinchi zarbadayoq Eronning harbiy qudratini va shu yadro dasturini yo'qotolmasak, keyin bizning B planimiz bor edi. Biz aqlimiz ruslarga qaraganda B planimiz bo'yicha biz keyin ularni neft, gaz va iqtisodiga zarba beramiz. Keyin ular hech qayerga qocholmaydi, keyin taslim bo'ladi degan edi. Lekin shu yerda bu janoblar Eron nima marojniy tomosha qilib o'tiradimi deb savol bermagan. Endi hozir Eronning Isroil iqtisodiga berayotgan zarari Isroilning Eronning iqtisodiga berayotgan zarardan oshib tushyapti. Chunki Eron mana nimadagi Hayfadagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodini yoqib yubordi. Bu neftni qayta ishlash zavodining yonida Isroil aviatsiyasi uchun yoqilg'i ishlab chiqaradigan yana bitta zavod bor. U ham yonib ketdi. Keyin Ben Gurion xalqaro aeroporti bugun tep-tekis. Yarimi yo'q uni. Asosiy aeroportidan Tel Avivdagi. Xalqaro aeroport asosiy, to'g'ri, yana Quddusda ham aeroport bor, lekin Eron uchun bu aeroportlarni yo'q qilib tashlash, uning infrastrukturasini, uchish yo'lagini yo'q qilib tashlash hech narsa emas. Mana Yangiroq aeroportni yo'q qilib bo'ldi. Va undan tashqari Eron bir nechta nimaning Isroilning yadro obyektlariga ham zarba berdi. Dimon, mana Nagif cho'lida Dimon degan bir shaharcha bor. Bu yadro shaharchasi hisoblanadi. U yerda Isroilning yadro arsenallari saqlanadi, yadro boyitadigan, uran boyitadigan zavodlari bor. U yerga zarba tushdi. Keyin biz aytgan Hayfada yana Erondagi atom elektr stansiyasi bor. U yerga ham hozir zarar keltirilgan. Agar yana bir ikki marta agar u yerga zarba tushadigan bo'lsa, u yerda radiatsiya qochuv yuz berishi mumkin. Yoki shu biz aytgan Dimon yadro obyektiga ham zarba beradigan bo'lsa, u yerda ham yadro reaktoriga zarar bersa, agarda Isroil kichkina davlat. Biz mana shu birinchi ko'rsatuvda aytgan edik, Isroilning eng katta kamchiligi bu hududlarning kichkinaligi. Bunday zarbalar, hatto noyodiraviy zarbalar ham
Eronning o'sha fuqaroviy infrastrukturasiga, grajdanskiy Isroilning fuqaroviy infrastrukturasiga, harbiy infrastrukturasiga kritik zarar berishi mumkin va biz buni bugun ko'ryapmiz. Ya'ni shu qanday qilib Kiyevni 3 kun ichida Rossiya ololmagan bo'lsa, Isroil ham Eronni 3 kun ichida taslim qila olmadi. Endi bularni plan B'si ham ishlamayapti. Ha, to'g'ri. Men o'tgan safar aytgan edim, bir nechta neft quyuvchi terminallar bor. Eron uchun juda kritik. Agar shularni portlatadigan bo'lsa, Eron mana shu eksporti, eng avvalo neft eksporti juda katta zarar ko'radi va bu Eron uchun juda va juda ta'sirli deb. Lekin Isroil ekonomikasining ham mana asosi bo'lgan energetika gidroelektrostansiyalari, mana bu atom elektrostansiyalari, undan tashqari boshqa shunaqangi iqtisodiy qudrat hisoblanadigan shu bularning harbiy sanoati, bular ham zarba yeganda ham kritik og'ir zarbalarni qabul qilib olyapti. Biz o'tgan safar mana bu bir nechta shaharlarda butun boshli kvartallar bugungi kunda yashashga layoqatsiz bo'lib qolganligini aytdik. Bu hali yana bir marta tomoshabinlarga. Bu hali Eronning o'sha eski tuski raketalari bilan. Eron endi mana kuni kecha o'zining zamonaviy raketalarni ishlatib boshladi. Mana Shahob 3 raketasi, o'rta Osiyoga uchuvchi, yuk ko'tarish bo'yicha 1,5 tonnalik raketalar, 1,5 tonna trotil ekvivalenti, giper tovushli raketalarni ishga soldi bir qanchasini. Undan tashqari hali Eronning arsenalida undan da qudratli quroli bor. 1800 kilogramlik trotil ekvivalentdagi eng og'ir raketalar ham bor. Endi u raketalar son noma'lum, lekin ularning ikkitasi bir boringki bir 20 ming, 30 minglik shaharni tekislab qo'yishi mumkin. Ikki donasi yetarli bu raketalarning. Xo'p, Isroilda qancha shaharlar bor? 20 ming, 30 minglik. Ja oshib borsa bir 60 ta bo'lishi mumkin, 50 ta bo'lishi mumkin. Isroil kichkina davlat deb aytyapmiz. Aholisi endi 8 millionga yetayotgan edi o'zi. Endi bular ham doimiy aholi emas, chunki ko'pchilikda ikkita pasport bo'ladi. Endi biz xolis bo'lib Eronning endi zaif tomonlarini ham aytib ketaylik. Eronning zaif tomonlari ham bor. Bu zaif tomonlari shundaki, Eronda bu raketalar cheklangan. Mana g'arb matbuotida tarqaldi. Bunga ishonmaslikka bizning haqqimiz yo'q. Chunki Isroil razvedkasi, bu mana NATO davlatlarining razvedkasi, bular texnologik, juda elektron, juda yaxshi ishlaydi. Jami aytilyaptiki, Eronda 2000 dona mana shu o'rta Osiyoga uchuvchi, 1,5 kilometr, 2000 kilometrga uchuvchi raketalar mavjud ekan. 2000 dona ekan. 2000 dona. Bu yetarlimi hozirgi intensivlikda kuniga 100 tadan otadigan bo'lsa, tomoshabinlarga. Agar kuniga 100 tadan otadigan bo'lsa, 20 kundan keyin Eronda raketa tugaydi. Ya'ni Eron 20 kun ichida urushni hal qilish kerak. Hozir savol tug'ilyapti, hamma bir qanchagacha cho'zilar ekan, bu urush qancha bo'lar ekan? Men endi shu urush boshlangandan beri har doim aytyapman, 1,5 oydan oshmasligi kerak deb. 1 oy, 1,5 oy degan edim. Hozir mana shu Erondagi raketa potensiali ma'lum bo'ldi, 2000 dona. Bu 20 kun degani. Xo'p, 20 kundan keyin nima yuz beradi? Bu raketalar ishlab chiqariladigan hamma zavodlarni Isroil bombalab tashladi. Balkim bir juda chuqurlikda joylashgan bitta yarimtasi qolgan bo'lishi mumkin, lekin u bitta yarimta qolgan raket zavod u qancha chiqaradi? Bir oyda chiqarsa 8 ta 10 ta chiqarishi mumkin. Asosiy raketa u bitta detaldan bo'lmaydi-ku. Raketa bu yuzlab, minglab detallardan iborat. U haligi o'sha qolgan hammasi ham yig'adigani yer tagida bo'lishi mumkin, lekin hammasi yer tagida emas-ku. Haligi shu komplekt beradiganlar hammasini Isroil bombalab bugungi kunda ishga yaroqsiz qo'ygan bo'lsa, raketani yig'a olmaydi. Raketa tugadi. Savol: Eron qanday urushadi? Eron qanday urushadi va Eron nima bilan urushadi? Menimcha karta yo'q boshqa. Bu urush antiqa urush deb aytyapmiz. Kontakt urush emas. Buni endi mana shu o'rta maktab tugatgan
o'qishni biladigan va geografiyadan minimal bilimlarga ega bo'lgan har qanday odam tushunadi. Kartaga qarasak bo'ldi. O'rtada 3 ta davlat bor, 2000 kilometr, 1,5 mingdan 2000 kilometrgacha havo hududi bor. Antiqa urushligi kontakt urush emas va bu kontakt urushga aylanmaydi. Aylana olmaydi. Obyektiv sabablari bor. Masalan, Iron ham Isroilga flot jo'natib desant tashlay olmaydi. Ironda bunday flotning o'zi yo'q. Xuddi shunday Isroil ham flot jo'natib Iron hududiga desantchilar Suezdan o'tib kelib, yo Afrikani yarim dunyoni aylanib kelib, Bandar Abbasgami yoki Chorbahrgami desant tushira olmaydi. Isroilda ham flot yo'q. Isroilning asosiy qurollari bu aviatsiya, ularning ko'ziri aviatsiya. Demak, bu kontakt urush yo'q, kontakt urush bo'lmaydi. Mana bunaqa raketa otish esa u har doim nima bilan chegaralanadi? Resurslar bilan, raketalarning tugashi bilan chegaralanadi. Demak, agar men to'g'ri tushunadigan bo'lsam, Isroilda aviatsiya tugamaydi. Isroilda aviatsiya saqlanib qoladi, lekin Eronda agarda 20 kun davomida urush to'xtata olmasa Eronda hech qanaqa Isroilga javob beradigan kuch qolmaydi va Isroil xohlagan paytda suhbatdan oldin aytganingizdek kaltaklab ketaveradi Eron, to'g'rimi? Ha, aynan shuning uchun mana hozir ko'pchilik men qarayapman, u yoqda bu yoqda bir xil kommentlarda Eron qo'rqib qoldi, nimaga u darrov taslim bo'lyapti. Bu endi albatta harbiy mutaxassis bo'lmagan odamlar ko'z o'ngida shunday tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Kimlardir sotqin deyapti ularda. Ha, kimlardir bu haligi sotqin, urushmaysanmi oxirigacha va hokazo. Savol nima bilan urushadi? O'zi 500 ta raketa otilib bo'lindi. Yana qolyapti qancha? 1,5 mingta. Agarda har kungiday mana shu 4-kun, bugun 5-kun 100 tadan ketadigan bo'lsa, 15 kundan keyin raketa yo'q. Aviatsiya yakson bo'lgan, yo'q aviatsiya. Aviatsiya orqali zarba bera olmaydi, bor bomba tashlab kela olmaydi. Demak, urush unda bir tomonlama bo'lib qoladi. Bir tomonlama do'pposlashga aylanadi. Hozir Eron 2 hafta mobaynida 20 kun ichida Isroilga adekvat javoblar beradi. Va u beryapti ham. Va bu Isroil uchun haqiqatan ham juda ta'sirli javoblar. Endi butun Isroilni qoroviy va harbiy potensialini 20 kun ichida yo'qib tashlaydi deyishim xato, lekin juda ta'sirli Isroilga zarbalar berilyapti va beriladi. Balkim Isroilning potensialining bir yarmini yo'q qilishi mumkin. Hozir Isroil hukumatining nima uchun mana shunaqangi siyosat olib boryapti? Bir necha marta demak sulh so'rayapti va har safar so'rayotgan sulhida demak shu tezroq kelishimiz kerak degan bir notalar bor va haligi umuman olganda mana shu Amerikaning 5-raunddagi takliflariga ham hozir ko'nish arafasida. Moslashuvchan bo'lamiz deyapti. Moslashuvchan bo'lamiz degani biz rozimiz o'sha 5-raunddagi AQShning bergan takliflariga hammasiga rozimiz, moslashuvchan bo'lamiz degani yadro dasturidan voz kechamiz deyapti. Endi salgina bunday qog'ozga o'rab aytilyapti. Endi keyingi safar ochiq tekstda ham aytilsa kerak va bu uzoq kuttirmaydi. Uzog'i bilan 4-5 kundan keyin Eron rasmiylari mana bu gapni kecha moslashuvchan bo'lamiz degan gapni Eron tashqi ishlar vaziri aytdi. Bir haftadan keyin balkim prezidentning o'zi bu gapni aytishi mumkin va ochiq murojaat qilishi mumkin. Shuhrat aka, o'sha yerda savolim bor. Bu pro va tizimga keyin yana qaytamiz. Hozirda yana bitta savolim. Eron mana moslashuvchan bo'lamiz deyapti yoki boshqa bayonotlari bo'ldi. Eron nima desa Isroil to'xtaydi. Endi Isroil ham hozir o'sha haligi xato ish qo'yganini tushunib boshladi. Garchi mana g'arb jurnalistlari Tel Aviv, boshqa shaharlarda aholidan intervyu olyapti. Ular aytayaptiki, "Yo'q, biz ishimizni qilishimiz kerak, hukumat o'zining ishini qilishi kerak." Endi ya'ni boshqacha aytganda, hukumat urushni davom ettirishi kerak deb aytayapti. Lekin har safar mana shu gaplarni aytayotganlarning ham ko'zlari alang-jalang. Chunki ular gapirayotgan va intervyu berayotgan fonlarcha boshqacha bo'lib qoldi. Orqalar vayron bo'lib yotibdi.
Mana shu vayronagarchilik ularni ham ratsional fikrlashga, xato qilmaslikka undaydi. Menimcha oxir oqibat shu shaxsan prezident Pezeshkianning o'zi yo kanallar orqali yoki ochiqchasiga sulh so'rashga majbur. Biz yana bir marta tomoshabinlarga yana bir marta faktlarni ko'rsatyapmiz-da. Haligi bir xillar ularda u 2000 dona kim aytdi, ularda bunaqa ishlab chiqarib tashlaydi. Chiqarib tashlaydi. Bu ko'chaning gapi. Biz shu aqli raso odamlar uchun ko'rsatuvlar qilamiz. Shu aqli raso odam degani bu argumentlarni qabul qiladi. Mana shu haligi saddiy zamonidan bir she'riy aytilgan bir nima bor. Men mazmunini tushuntirishim mumkin. Endi she'r esimda yo'q. Demak, bir argument, ya'ni bir haq gap 40 ta olimni taslim qilishi mumkin. 40 ta olim bu haq gapni haq ekanda deb shuni qabul qiladi, taslim bo'ladi. Lekin 40 ta haq gap, 40 ta argument bitta nodonni yengolmasligi mumkin. Biz endi nodonlar uchun emas, aqli rasolar uchun gapiryapmiz. Demak, haqiqatan ham hozir urush teng ketyapti. Va bu teng yana bir uzoq borsa 20 kun davom etishi mumkin. Keyin bir tomonlama do'pposlash boshlanadi. Chunki hech qanday qurol yo'q. Eronda qolmaydi hech qanday qurol. Balkim Eron buni o'tgan safar ham aytib ketgan edim. Taktikasini o'zgartirib 100 tadan emas 20 tadan jo'natib boshlashi mumkin raketalarni. Cho'zish uchun vaqtni. Vaqtni cho'zish uchun. Lekin unda ham boringki mana 2 oydan keyin tugaydi. 20 tadan jo'natib boshlasa, buning ham xavf tomonlari bor. Qancha kam raketa uchib boradigan bo'lsa, ularning hammasini Isroil yo'lda urib tushirishi mumkin. Endi mana shu yerda havo tizimi haqida ham mana birinchi savolingizni shunga javob berib ketaylik. Mutaxassis shu intervyu berayotganlar ham juda ko'p bir sal xato infolar haqida gapiryapti. Temir gumbaz eplay olmayapti, temir gumbaz ushlay olmayapti deb men buni mana shu urush boshlangandan beri hamma intervyularda aytib kelyapman. Temir gumbaz ballistika uchun emas. Ballistik raketalar uchun emas. Temir gumbaz bu reaktiv snaryadlar uchun, qanotli raketalar uchun va dronlar uchun. Temir gumbazni tuzishdan maqsad o'zi asosan shu Hamas va Hezbollah uchiradigan, mana shu ular asosan uchirdi. Ballistik mana bu. Qasam 1, qasam 2. Bular hammasi reaktiv snaryadlar, keyin dronlar uchirdi va shu juda bir primitiv qanotli raketalar uchirdi. Mana shular uchun edi temir gumbaz. Temir gumbazning o'zi esheloni ham, qo'llanish esheloni ham eng patologi 40 kilometrgacha. Undan u yog'i 100 kilometrgacha haligi Davud o'qi degan ularda o'zlarini prosi bor, protivaraketni. Mana temir gumbaz bu PVO uchun. Endi bu pro tizim bor, keyin yana Hers 3-chi bosqich himoya vositasi bor. Bu strela deydi. 100 kilometrdan tepani uradi. Mana shu ballistika uchun shu qurol o'zi. Patriotlar ham bor Isroilda. Endi Patriot 4 bor. Yo'q, TAT mobil o'tgan safar bergan. Amerika bergan TAT raketalari bor. Bu ham pro tizim, Patriotlar ham bor. Patriotlar, TAT va mana shu Hers 3. Mana shular pro tizimi, ya'ni raketaga qarshi, ballistikaga qarshi. Temir gumbaz emas. Mana shu men sanagan shu 3 ta komponenta bu ballistikaga qarshi. Lekin shu qurollarning bugungi kunda Isroilda yetarli emasligi aniqlanib qoldi. Va massiv hujum bo'lgan payti radarlar hamma mo'ljallarni nazorat qila olmayapti. O'tib ketyapti. Garchi Isroil qanchalik biz mana 95% ni ushlab oldik, 90% ni ushlab oldik deyotgani bilan amalda mana shu raketalarga chap berib, ayrim hollarda esa mana videolarda ham, mana shu haligi David nimasi borib uryapti, lekin u kinetik energiyani olgan, borib to'qnash kelgandan keyin ham u baribir yerga kelib tushib portlayapti. Ya'ni u endi zararsizlantirildi deb hisoblanmaydi. To'g'ri, u ana boringki bir 40 kilometr tepada uryapti, lekin ballistik raketa mana bu kiryapti ichkariga.
Kinetik energiyani oldi, ya'ni shu o'zining og'irligi bilan harakat qilyapti. Endi u motor ishlamayapti. Mana shu payti bu yoqdan u uchiryapti o'zining pro tizimini va ular yo'lda to'qnashyapti, lekin o'sha narsani hal qilmayapti. U bir portlash yuz beryapti-da, ikkiga bo'linib, ikkita joyga kelib tushyapti. Bitta joyga tushishga urinib. Ya'ni zarar baribir berilyapti. Aksar hollarda esa o'tib ketyapti. Mana bu tizimlar demak Isroilning o'zida ham yetarli emas ekan. Ular har doim kimlarga qarshi tayyorgarlik ko'rgan? Hamasga va Hezbollaga. Va Ironga qarshi bu qurollar o'zi ojiz, boshidan ojiz bo'lgan edi. Shuning uchun ham biz aytdik, ular kibrlanib ketib, xuddi mana Hamas va Hezbollani qanday tormor qilgan bo'lsa, Ironni ham shunday tormor qilamiz, javob bo'lmasa Amerikani o'zimizga og'dirib ittifoq chiqib olamizda, Amerikani kuchi bilan yo'q qilamiz degan fikr aytildi, lekin bugungi kunda qanchalik Amerika hali Isroil tomonidan turib urushga kiradi deb qancha gapirmaylik, amalda hozircha Amerika bu urushga aralashamiz deb ochiqchasiga aytgani yo'q. Shuhrat aka, oxirgi savolim. Amerika Qo'shma Shtatlari to'g'ri urushga aralashmaymiz dedi. Boshdayoq bu urushda bizning qo'limiz yo'q dedi. Keyinchalik ham Tramp aytayapti, mana Eron muzokaralarga kirishda kechikdi degan mazmunda gap aytayapti, lekin baribir urushga qo'shilamiz degani yo'q. Pentagon matbuot kotibi ham bir necha daqiqa oldin matbuot anjumanida Amerika urushga kirish niyati yo'q, lekin o'zining manfaatlarini himoya qiladi dedi. Bundan tashqari keyinchalik ma'lumotlar chiqdiki, Amerika o'sha strategik aviatsiya uchun muhim bo'lgan yoqilg'i tashuvchi samolyotlarni Bahraynga qo'ndirgan allaqachon. Mana shu masala Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi urushga kirishi mumkinmi? Hozir endi hozirgina aytdik, shu hozircha deklarativ biz Isroil tomonidan urushamiz deb aytgani yo'q. Trampning eng oxirgi gapi bular muzokara stoliga o'tirish kerak deb aytdi. Trampning gapi. Bu Trampning pozitsiyasi ham juda qiziq bo'lyapti o'zi. Zarba berilgan kunning ertalabiga Rubio biz umuman aloqamiz yo'q deb aytyapti davlat kotibi. Keyin bir 3-4 soat vaqt o'tgandan keyin Tramp chiqib aytyaptiki, men hammasini bilardim, men xabardor edim. Shunday bir qog'ozga o'rab, ya'ni mana men aytganimni qilmadi, shuning uchun mana shunaqa bo'ldi. Umuman bular hammasini men o'zim bosh bo'lib koordinatsiya qilib turibman. Nima uchun shunaqa deb aytdi? Sababi unga doklad qilindiki, Isroil tekisladi Ironni. Birinchi zarba zo'r bo'ldi-ku. Qudratli bo'ldi, muvaffaqiyatli bo'ldi. 200 ta nima mo'ljal portlatildi, Ironning qarshiligi sindirildi deb aytgan payti Tramp men mana o'zim bosh edim deyishgacha sal qoldi, shu o'zim bosh edim deb aytib yuborishga. Kechasi Iron qayta zarba beryapti va Ironning zarbasi adekvat bo'lyapti. Iron birinchi kungi zarbada demak mana shu 200 ga yaqin ballistik raketalar jo'natdi. Tel Avivda ko'p joylarni yondirib yubordi. Qayta zarba berilgandan keyin Tramp yana sal o'zini tortib, go'yoki bir neytral pozitsiyani yana boshqatdan olyapti-da, aytayaptiki, "Yo'q, biz bu urush bizniki emas, biz bunga aralashmaymiz, biz shu iloji boricha urushni to'xtatishimiz kerak." Va hokazo. Agar o'sha kuni masalan bir 2 kun ichida Eron oq bayroq tashlaganda Tramp aytadi, "Mana men boshchiligimda yengdik" deb aytadi. O'zi Shuhrat aka, esingizda bo'lsa, urush boshlangan vaqtda Eron matbuotida, umuman Eron rasmiylari aytdiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaqin Sharqdagi ba'zilari ham bizning qonuniy nishonimiz bo'ladi degan mazmunda gap chiqqan edi-da. Trampning bayonotidan keyin. Endi mana savolingizga javob. Amerika aralashishi uchun ikkita narsa yuz berishi kerak. Birinchisi, Eron Amerikaning mana shu atrofdagi, bu atrof deganimizda u bevosita Suriyada ham Amerikaning bazalari bor, Iroqda ham bor, Iordaniyada ham bor, mana bu Saudiya Arabistonida ham, Qatarda ham bor. Hamma davlatda bor o'siz. Shularning birortasidagi Amerika bazalariga raketa zarbasi berish kerak. Va bu yerda Amerikaning harbiylarining bir nechtasi o'lish kerak. Mana shunday ochiqcha zarba berilsa, Amerika bu chaqiruvni qabul qiladi va Amerika zudlik bilan albatta kontr zarbalar berishga kirishadi va to'liq Isroil tarafida turib
urushga kiradi. Oxirigacha. Ha, urushga kiradi. Lekin Eron shunday zarba berishi mumkinmi? Ya'ni shunday bir irratsional qaror qabul qilishi mumkinmi? Endi u yerda ham har xil odamlar bor, ha. Aqli butun odamlar ham bor, aqli kaltalari ham bor, ha. E'tibor bergan bo'lsangiz, Isroil nimagadir shu oliy ruhoniyni o'ldiramiz dedi. Prezident Peshishkonni o'ldiramiz degani yo'q. Ko'rdingizmi? Juda bir qiziq nimada vaziyat. Nima uchun prezident Peshishkonni o'ldiramiz demayapti-da, lekin oliy rahnamoni o'ldiramiz deyapti. U yerda o'ta shu reaksion va haligi harbiy mantiq bo'yicha yengib tashlaymiz, biz ham Isroilni yo'qib tashlaymiz deganlar ham bor, kelishuv taraflari ham bor. Endi ikkinchi vaziyat qanday? Mana birinchi vaziyat bu bevosita Eron shunday zarba bersa. Har qalay agar Eron shu zarbani bersa, buni Eronning qaysidir bir provokatorlari qilgan bo'ladi. Bu provokatsiya bo'ladi. Ya'ni Amerika agar Isroil tomonidan urushga kiradigan bo'lsa, Eronning hozir bir qandaydir bir yo'llar bilan yuzini saqlab qolib sulhga erishish imkoniyati bor Eronda. Ertaga agar bu zarba beriladigan bo'lsa, bundan keyin Eronning chorasi faqat kapitulyatsiya. Oxirigacha boradi Amerika. Endi tomoshabinda to'g'ri tushunish kerak. O'zi Isroilning harbiy qudrati Erondan karrasiga kuchli. Mana Eronda hech narsa qolmadi deyapmiz-ku, ha? Aviatsiya yo'q, PVO yo'q, ertaga raketalar ham qolmaydi. Avtomatlar bilan samolyotlarga qarshi urush bo'lmaydi. Avtomatlar bilan. Endi shu potensialga yana Amerikaning harbiy potensiali qo'shiladigan bo'lsa, albatta Eronning so'nggi yo'li bu taslim bo'lish, ha? Lekin Eronda mana shu ishni o'sha nuqtagacha olib bormaslik imkoniyati bor. Ikkinchi holat agarda Eronda raketalar soni hozir aytilayotgan G'arb razvedkasi aniqlagan 2000 dona emasdan, boringki bir 5000 dona, 8000 dona bo'ladigan bo'lsa va Eron har kuni 100 ta, 150 ta otib uzoq muddat shunday darajani 6-7 oy ushlab turadigan bo'lsa yoki kuniga bir 200-300 dona otadigan bo'lsa, unda Isroil uchun ahvol kritik yomonlashuv yuz beradi. Biz aytamiz-ku, Isroil kichkinagina joy o'zi. Kichkinagina joy. Mana Eronda platformalar 360 dona bo'lgan o'zi. Ha, tushunarli. Raketa otadigan platformalar. Bir marta otganda 300 ta otish mumkin. Bir martada 360 ta zalp bera oladi. Lekin Isroil aytayaptiki, biz 120 tasini yo'q qildik deyapti. Bu platforma degani Eronning raketalari hammasi mobilniy. Ya'ni avtomobilning ustida. To'g'ri, endi katta avtomobillar, ha? O televideniyadan ko'rganmiz o'zi, YouTube kanallarida ko'rganmiz, Eron raketalari avtomobil bazasida. Ular kechasi chiqadi. Nima uchun Eron har doim zarbani kechasi beradi? Qorong'ilikda ko'rinmaslik uchun. Farallar o'chiriladi. Va har safar har xil joydan zarba beradi. Men buni boshqacha tushungan ekanman. Ya'ni bir shou qilish uchun qilyapti deb o'ylaganman. Hech qanday shou yo'q. Bu yerda harbiy maqsad bor, harbiy maqsad. Ammo kuppa kunduz chiqsa, uni ko'rib qo'yadi-ku. Kuppa kunduz chiqsa. Ya'ni yanada dahshatliroq ko'rsatish uchun qilyapti deb o'ylaganman. Yo'q, ko'rmasligi uchun. Mana zarbalar faqat kechasi beriladi. O'zi 120 tasini yo'q qildik deb aytdi Isroil. Qolyapti qancha? 240 ta qolyapti, ha? Bugun Eron maksimal 240 ta bir kunda 240 ta raketa zarbasi bera oladi. Bugun Eron 240 ta raketani Isroilga o'tkazib yuboradi. Ya'ni 120 tasini Isroil ushlab qolishi mumkin. 360 ta mobil. Yo'q, bundan 120 tasini hozir yo'q bo'ldi dedi-ku. Isroil aytadi, 120 tasini 120 ta shu avtomobillar yo'qotilgan, to'g'rimi? Ha, platformalar. Platformalar yo'qotilgan, tushundim. Platformalar yo'qotilgan, bor yo'g'i 240 ta qolgan. Boringki, hali quyosh chiqmasdan turib, yana borib bir martadan o'qlab kelishi mumkin. Qiyin narsa lekin, juda qiyin narsa. Chunki bu juda texnik, qiyin jarayon. Keyin ular bazadan uzoqroq joyga borib otish kerak. Shu bazasini aniqlab olmaslik uchun Isroil. Ya'ni mana yer tagidan mana shu yerdan chiqdimi? Ana 5 kilometr ayirga borib otmaydi uni.
U juda uzoqqa boradi. 120 kilometrga borib otib keladi. Bilib qo'ymasligi uchun. U yashirin bo'lish kerak-da. Lekin agar shu 2 marta otgan taqdirda ham bor yo'q bir 400 dan sal ko'proq ota oladi. 400 dan ko'proq. Boshqa texnik imkoniyat yo'q Eronda. Lekin hozirgi zarbalar ham yetarli o'zi, 100 tadan otayotgani ham. Chunki hozir Eron mana gipertovushli raketalarni ishga soldi va og'ir raketalarni ishga soldi. Mana oldingi raketalar bilan hozirgi raketalarning farqi trotil ekvivalentida bular 4 barobar qudratli. Mana bitta 1,5 tonnalik raketa bugungi kunda bitta kvartalni yo'q qiladi. Yo, menda yana bitta savol bor. Shuhratga qarang. Deylik, Eronda raketalar kam va ular tugab qolish ehtimoli bor. Lekin dunyoda o'sha raketalarni sota olmaydigan davlatlar bor-da, ya'ni Shimoliy Koreya bor. Mana shunaqa yoki deylik, Eronga nisbatan simpatiyasi yuqori bo'lgan Pokiston bor. Ya'ni ular ham raketa berish mumkin emasmi? Yaxshi savol. Endi masala shundaki, agarda vaziyat internatsionalizatsiya bo'lsa, tushuntirib bersangiz o'sha. Internatsionalizatsiya degani konfliktga yana boshqa tomonlar qo'shilsa. Hozir biz Amerika va Isroil haqida gapiryapmiz va Eron haqida gapiryapmiz. Unga mana Shimoliy Koreyaning o'sha mashhur lideri Kim Chen In, purchoskasi chiroyli yigit, yigitcha. U aytdiki, biz yadro raketasi ham beramiz kerak. Yadro quroli beramiz Eronga. Bu endi ritorika ham bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Unga chunki Kim Chen Inga qarshi bugunda na OON, na buyuk davlatlar, na bir xalqaro huquq, hech kim, na Xitoy argument emas. Kim Chen In bugun mana shu baligi dunyoni bir общитega taqqoslasak, haligi yotoqxonaga taqqoslasak, yotoqxonada doimiy bir tentak bor, uzun pichoq ko'tarib yuradi. Kim Chen In shu. Unga hech kim hech narsa deya olmaydi. Raketa yadro quroli bersa ham Kim Chen Inni hech kim borib bombalay olmaydi. Shuhratga yana bitta masala bor. Misol uchun sanksiyalar bilan qo'rqitiladi-da. Misol uchun Pokiston qo'rqitiladi yoki boshqa davlat, chunki Eron bir yovuzlik o'qi sifatida qaratilgan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan, Bush ma'muriyati tomonidan, ya'ni unga qarshi kimdir qurol bersa, Rossiya beradimi, boshqa davlat beradimi, unga sanksiyalar bilan javob qaytaramiz. Lekin bo'lishi mumkin bo'lgan sanksiyalarning hammasi Shimoliy Koreyaga kiritib bo'lingan. Ya'ni Shimoliy Koreya hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shu biz aytdik-ku, yotoqxonada shu uzun pichoq ko'tarib olgan tentak yashaydi dedik-ku. Yetkazib berish iloji bormi? Ya'ni Shimoliy Koreya u raketa qanday yetkazib beradi? Yo'q, u muammo emas. Uni agar xohlashsa, tomonlar xohlashsa, Eron juda katta pul va'da qilib sotib olishi mumkin. Tushunarli. Bu vaziyat agar ana shunday shu yo'lga kirib ketadigan bo'lsa, unda mana shu harbiy teatrda har xil kutilmagan bir yangiliklar, voqeliklar yuz berishi mumkin. Agar vaziyat biz aytganda internatsionalizatsiya bo'lmasa, unda men shu gapni yana takror yana bir marta takrorlayman, urush taqdiri 1 oylik. Shuhrat aka, yana bitta savolim bor. 3 kunlik degan so'z juda ham bir mashhur so'z, Putin tomonidan ishlatilgan va Rossiya propagandasi tomonidan ishlatilgan. Lekin bu hozir, uzr gapingizni bo'ldim. Bu hozir Isroilga juda katta maktab bo'ldi. Isroil bugungi kunda Isroil harbiylari, Isroil mana shu qarorni qabul qilganlar hammasi xato qilganini tushunib o'tiribdi. Chunki berilayotgan zarbalar mana bu Isroil ko'rdingizmi? Mana bu 50 etajlik, 60 etajlik binolarni vayron qilib tashlayapti. Bu berilayotgan zarbalarni Isroil hech ham kutgani yo'q edi. Bunday masshtablarda kutgani yo'q edi. Hali yana ahvol masshtablashadi va bu hali holva bo'lib qolishi mumkin. Mana shu 20 kun ichida yuz berishi mumkin. Rahmat Shuhrat aka, yana bitta savolim bor. Men mana shu savol berishdan oldin o'zim kuzatgan edim. Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaqin Sharqdagi bazalari qanday himoya qilinadi degan mazmunda men ko'rgan himoya vositalari faqatgina PVO'larida, Patriot tizimlar Iroqda bor ekan va boshqa Qatarda bor ekan va Birlashgan Arab Amirligi qurolli kuchlarga topshirilgan, sotilgan tat bor ekan ularda. Ya'ni raketniy oborona
raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimlari bor ekan. Tasavvur qilaylik, Amerika Qo'shma Shtatlari ham urushga aralashdi va Eron Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaqin Sharqdagi bazalarini qonuniy nishon deb ko'ra boshladi. Urib tashlaydimi hamma bazani? Amerika Qo'shma Shtatlarining hamma bazasini? Yo'q. Albatta, u qiyin masala, hammasini urib tashlash, chunki Amerikaning bazalari mana o'zi aytgandek ta'tlar bilan himoyalanadi. Hozir mana shu konflikt boshlangandan beri bazalarning himoya tizimi kuchaytirilyapti. Endi biz bir narsani e'tirof etishimiz kerak-da. Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy qudrati, texnologik harbiy qudrati juda yuksak. Urush agar shunday bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana shu Iroqdagidek bo'ladi. Do'pposlash bo'ladi, boshqacha aytganda. Do'pposlash bo'ladi va bunaqa zarbalarni o'tkazib yuborgandan keyin Eronda ichki muammolar ham paydo bo'lishi mumkin. Hozircha Eron ham jipslashyapti. Mana davlat atrofida bu Isroilning bombalarini ko'rgan, hattoki shu mullalar tuzimidan norozilar ham yoshlar bular ko'proq, bular 2 yil mobaynida bular qarshi inqilob qildi-ku, hijob inqilobi, dress code inqilobi. Hozir bugungi kunda mana shular ham qo'llab-quvvatlayapti. Rasmiy hokimiyatni, ayniqsa bularda bir ilinj bor, mana Pezeshkian, bu ancha liberal fikrlaydigan odam, o'zi doktor, mana xalqaro munosabatlarni liberallashtirib boshlavdi. O'zi keyin aynan Pezeshkian prezident bo'lgandan keyin mana bu shariat politsiyasi ham tarqatib yuborildi. Endi oqsoqlar oldinroq faoliyatini to'xtatgan edi-ku, lekin bu hozir shularga ham yo'l qo'ymayapti. Eron hozirgi Eron, u 5 yil oldingi Eron emas hozir. Yengilliklar bor edi va bu Eronning mana shu eng avvalo yosh qatlamiga, shu demokratik fikrlaydigan odamlar uchun qandaydir bir umid bag'ishlayotgan edi. Endi ertaga ahvol og'irlashsa, hozir biz ko'ryapmiz, mana Damaskdan odamlar, nimadan? Tehrondan odamlar avtomobillar qanchalik chiqib ketayotganligini, u 20-30 kilometrga cho'zilgan avtomobillar karvoni katta-katta shaharlardan qochish boshlandi. Shu jumladan lekin biz Isroilda ham. Biz mana shu obyektiv bo'lib, bu ish Tel Avivda ham bo'layotganligini, Quddusda ham bo'layotganligini aytishimiz kerak. Isroil ham katta shaharlardan qochishni boshladi. Isroilliklar ham qochishni boshladi. Bu demak mana shu adekvat zarbalar, men urush boshlangan kuniyoq Facebookdagi sahifamda Isroil katta harbiy siyosiy xatoga yo'l qo'ydi deb yozib qo'ygan edim. Ko'pchilik shu tushuntir, nimaga bunday deb yozding deb ko'p savollar bergan edim. Mana hozir shu berilgan savollarga javob. Men mana shunday bo'lishini nazarda tutib, ya'ni Eron bu Hamas emas, Eron bu Hezbollah emas. Eron simmetrik javob bera oladi. Biz buni birinchi intervyularimizdan javobning simmetrik bo'layotganligini, proporsional bo'layotganligini ta'kidlab kelyapmiz. Lekin shu bilan birga yana bir marta, bu uzoq davom etolmaydi. Resurslar, raketalarning o'shaligi sanoqliligi ertaga Eronni qurolsiz qolib ketishi xavfi bor Eronning. Shuhrat aka, siz yuqorida Amerika Qo'shma Shtatlarini harbiy qudratni yuqori baholadingiz. Bir paytlar endi to'g'ri Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'ldan kelgan Iroqda rejimni qulatgan yoki Afg'oniston kompaniyasida ham bir necha hafta davomida u rejimni qulatib tashlay olgan Tolibonni, lekin biz bir paytlar Rossiyani ham xuddi shunday ko'rgandik, chunki u ham bir paytlar Damashq bo'sag'asida kelib qolgan kuchlarni aerokosmik kuchlar bilan qo'pol bo'lsa ham kirib keldida va Bashar Asad olib qolgan edi. Shundan keyin o'managan Putinning reytingi ko'tarilib ketgan edi. O'sha payt adashmasam dunyodagi eng ta'sirli siyosatchi sifatida ham e'tirof etilardi Putin. Lekin Putin 2 yoki 3 kun ichida Ukrainani ola olmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari agarda Eron bilan konfrontatsiyaga kirishsa, 3 kunda ololmaydi, to'g'rimi? Ya'ni uning ham kuchi biz hozir ko'rayotgandek emas, to'g'rimi? Yo'q, Amerika o'z oldiga Eronni olishni maqsad qo'ymaydi. Rejimni qulatish. Amerika Isroilga yordam, ko'mak, harbiy ko'mak nuqtai nazaridan biz boshidan ta'kidladik-ku, bu antiqa urush deb. Va bu antiqa urush bo'lib boshlandi, antiqa urush bo'lib tugaydi. Hech kimni olmaydi. Ertaga hattoki mana shu Eronni kritik bombalab tashlagan taqdirda ham Amerika va Eron, harbiy mashinasini mutlaqo buzib tashlagan taqdirda ham, hatto mana shu biz aytgan shu Fordadagi
Amerika shu o'zining bombasi bilan kelib uni ham ishdan chiqargan taqdirda ham rejim saqlanib qoladigan bo'lsa, sulh tuziladi, ha? Bo'ldi, mana biz endi biz Eron boshqa harbiy yadro dasturini ishlamaymiz deb qo'l qo'ygandan keyin ham Eronning rejimi biz urushda yeng deb aytadi. Ha, demak, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, bayram qiladiki, biz mana imperializm, Eron sionizm ustidan yengdik deb xuddi Saddam Husayn 25 yil bayram qilib yurdi-ku. Xuddi shunday bular ham bayram qilib yuradi. Maqsad hozir Eronni bosib olish haqida. Eronni umuman 90 million aholisi bor. Eronni Amerika, Isroilning birlashgan qo'shinlari ham bosib ola olmaydi. Ya'ni agarda Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga bostirib kirsa, uning maqsadi xuddi Putin o'z oldiga maqsad qilib qo'ygandek denatifikatsiya, demobilizatsiya bo'lmaydi. O'zidan o'sha yadro qurolidan voz kechish va bir nechta talablarni qo'yib chiqib ketish mumkin, to'g'rimi? Yo'q, umuman hech kim hech qanaqa bosib kirmaydi. Bosib kirmaydi. Hech qanaqa bosib kirish bo'lmaydi. Ha, demak, bu urush shu antiqa urush bo'lib tugaydi. Ha. Antiqa urush mana tomoshabinlarga. Bu shu haligi Shumbola kinosida uzoqdan turib to'pga tutmoq deydi-ku. Uzoqdan turib raketaga tutmoq bilan tugaydi. Ha. Kontakt urush bo'lmaydi, kontakt urush. Tushunarli. Menimcha ko'pchilik tomoshabinlarni qiynagan savollarga javob berdingiz, chunki menda ham o'sha savollar qiynagan edi. Men o'zimga kerakli javoblarni oldim. Shohrat aka, urushlar tezroq tugasin va biz o'z oldimizga maqsad qilgan o'sha ilmiy suhbatlarimizni davom ettiraylik. Rahmat Shohrat aka, bugun tashrif uchun, tahlil fikringiz uchun. Rahmat hammaga, sizlarga ham. Avvalo mana shu savollar sizlarni qiziqtirgan bo'lsa javob berdik deb o'ylaymiz. Sizlarni qiziqtirgan yana savollar bo'lsa, izohlarni yozib qoldirishingiz mumkin va bizga obuna bo'lishni unutmang. Video yoqmasa like bosishni ham esdan chiqarmang. Xayr. Rahmat.